aziz talaba yoshlar, hurmatli professor o'qituvchilar, mehmonlar, barchangizni mana bugungi mana shunday bayram tantanasi bilan, sport bayrami bilan tabriklayman. Qachonki inson sport bilan oshno bo'lsa, sport bilan do'stlashsa, doim unda sog'lom aql, sog'lom fikrlash, sog'lom tafakkur hukm suradi. Mana bu yil streetbol, futbol, mini futbol bo'yicha, qizlar voleybol bo'yicha respublikada yetakchilikda egallab kelyapti. Barchangizga omad, oilaviy baxt, o'qishlaringda muvaffaqiyat tilayman. Jonajon yurtimizda taraqqiyotiga o'z hissalaringni qo'shib yurishlaringni xohlab qolaman. Farg'ona davlat universitetida rektor kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Biz Farg'ona davlat universitetini sport faoliyati fakulteti hisoblanamiz. Bunda voleybol musobaqasi bo'yicha ayollar o'rtasida biz 2-o'rinni egalladik. Keyingi musobaqalarda albatta 1-o'rinni egallashga harakat qilamiz. Bugun voleybol turi bo'yicha ayol professor o'qituvchilar o'rtasida birinchi faxrli o'rinni egalladik. Sport musobaqalari bundan keyin juda ham ko'plab bo'lishini tarafdorimiz. Bundan bugun juda ham xursandmiz. Sport faoliyati fakulteti jamoasi voleybol musobaqasida birinchi o'rinni egallashdi. Faxrli. Biz bu birinchi o'rinni umrbodga saqlashga harakat qilamiz. Basketbol fidjeti musobaqasida birinchi o'rinni egalladik. Bunaqa musobaqalar ko'plab bo'lishini xohlaymiz. Rektorimizga katta rahmat.